qon uvish tizimini gemostaz funksional holatini tahlil qiladigan laboratoriya to'plami hisoblanadi. Gemostazogramma ta'rifiga to'xtaladigan bo'lsak, gemostazogramma bu qonni ivish tizimini, ya'ni gemostaz funksional holatini tahlil qiladigan laboratoriya to'plami hisoblanadi. Bu tahlil qonning ivish qobiliyatini, tromblar hosil bo'lishini va qon ketish xavfini aniqlashga yordam beradi. O'zi umuman aytganimizda, hozir man sizlarga yana tushuntirib o'taman. Tashqi qon ketish bo'ladimi yoki ichki qon ketish bo'ladimi, qanaqadir jarayonda qon ketish jarayoni yuzaga keladigan bo'lsa, organizmda 3 xil reaksiya sodir bo'ladi. Bular qaysilar? Birinchisi bu qon tomirlar devorining reaksiyasi, ya'ni vazokonstruksiya. Qon tomirlarning devori qisqaradi. Ya'ni o'sha qonni ko'proq yo'qotmaslik uchun qon tomirlar qisqaradi. Bu vazokonstruksiya. Birinchisi. Ikkinchisi bu trombositlar faolligi, ya'ni birlamchi gemostaz, ya'ni trombositlar faollanadi va o'sha qon ketish hududiga tezda aktivlangan holatga yetib keladi. Uchinchisi bu qon uvish faktorlari bilan tromb hosil bo'lishi. Bu anaqa sekundar gemostaz deyiladi, ya'ni tezlik bilan qon uvish faktorlari yuzaga qo'zg'alishi hisobiga tromblar hosil bo'ladi va qon ketish joyi bekiladi. Gemostazogramma tarkibi asosiy ko'rsatkichlari birma-bir ko'rib o'tamiz. Ular qaysilar? Xo'p, bular trombinovoy indeks, ya'ni qonni qancha vaqtda ivishini ko'rsatib beradigan asosiy ko'rsatkichlardan biri, ya'ni PTI. Jigar faoliyati va o'sha ivish faktorlari, ya'ni qon uvish faktorlari holatiga bog'liq bo'lgan holda PTI o'z faoliyatini olib boradi. Xo'p, ikkinchisi bu protrombin vaqti. Protrombin vaqti ivishning boshlanish vaqti, ya'ni qonni o'sha suyultiruvchi dori, masalan, varfarin yoki boshqa moddalarni nazorat qiladi. Buni ko'pincha biz MNOni tekshirganimizda aynan shu varfarinni dozasini biz baholab olishimiz mumkin bo'ladi. Aynan o'sha MNO deganimda xalqaro normallashgan nisbat, ya'ni INR yoki MNO standartlashtirilgan ko'rsatkich bo'lib, ayniqsa antikoagulantlar qabul qilayotgan bemorlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu MNO. Keyingisi bu fibrinogen, ya'ni fibrinogen bu ivish uchun javob beradigan oqsil. Uning miqdori qon ivish qobiliyatini ko'rsatadi. ACTB, ya'ni aktivniy частный тромбопластинный время, ichki ivish tizimining faolligini baholaydi. Gemofiliya yoki boshqa irsiy kasalliklarni aniqlashda qo'llaniladi. Xo'p, undan keyingisi bu trombin vaqti, TV. Fibrinogendan fibrin bo'lish vaqtini belgilaydi. Xo'p, D dimer tromblar parchalanishining mahsuloti hisoblanadi. Yuqori bo'lsa, organizmda tromb hosil bo'lishi va tromboemboliya xavfi yuqori bo'lganligidan darak beradi. Xo'p, antitrombin 3 ivishni to'xtatuvchi tabiiy modda kamaysa tromboz xavfi oshishi mumkin va buni oldini olish uchun antitrombin, ya'ni ivish to'xtatuvchi tabiiy xususiyat, buni qarab turish kerak. Xo'p, endi bundan tashqari lupus antikoagulanti bor. Bu autoimmun holatlarda paydo bo'ladigan modda bo'lib turib, qon ivishining buzilish holatlarida bunday holat yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Gemostazogramma qachon kerak bo'ladi? Gemostazogramma asosan inson uchun jarrohlikdan oldin yoki keyin, homiladorlikda, tromboz yoki tromboemboliya shubhasida uzoq muddat antikoagulant qabul qilganda foydalanadi. Yoki bo'lmasa gemofiliya yoki boshqa ivish buzilishlariga nisbatan qanaqadir shubha bo'lganda yoki organizmda qanaqadir autoimmuniy kasalliklar bor bo'lsa, shunga shubha bo'lganda gemostazogramma tekshirilishi kerak bo'ladi. Endi gemostazogrammani bundan tashqari qaysi vaqtda nima ko'rsatkichlarni ko'rishni ham masalan ko'rib o'tamiz. Agar masalan jarrohlik amaliyoti oldidan tekshiriladigan bo'lsa, qon ketish va to'xtamaslik xavfini baholash uchun koagulogrammani barcha ko'rsatkichlari tekshiriladi. Homiladorlikda bo'ladigan bo'lsa, plastin tuzilishini, preeklamsiya xavfi borligi yoki yo'qligini va homilaning normal holatda qon bilan ta'minlanishini ko'rish uchun, masalan, trombofilibit kasalliklarda o'sha tromb hosil bo'lmasligi uchun, masalan, tromb hosil bo'lib qoladigan bo'lsa, homila rivojlanishda to'xtab qoladi. O'shani oldini olish uchun tekshirib turiladi barcha ko'rsatkichlari.
yoki bo'lmasa varfarin, geparin kabi antikoagulantlar qabul qilganda dozani nazorat qilish uchun koagulogramma tekshirilib turadi. Agar trombozga shubhasi bo'ladigan bo'lsa yoki masalan oyoqlarda uvishish, shishish, og'riq bo'ladigan bo'lsa, D-dimer tekshiriladi. Agar gemofiliya, autoimmun kasalliklarga shubha bo'ladigan bo'lsa, unda ACTV, antitrombin va lyupus antikoagulantlari tekshiriladi. Agar yurak qon tomir kasalliklariga shubha qilinadigan bo'lsa, unda tromb xavfini baholash uchun tromb xavfini baholay olish uchun gemostazogrammaning barcha ko'rsatkichlari tekshiriladi. Qon ivish tizimi qanday ishlaydi? Qaysi mexanizmda ishlaydi? Biz masalan hozir ko'rsatkichlarni ko'rdik, endi ishlash mexanizmlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, qon ivish tizimi, qon tomir jarohatlanadi birinchi o'rinda. Trombositlar yig'iladi. Masalan, trombositlar aktivligi hosil bo'ladi, tromb hosil qiladi. Qon ivish faktorlari faollashib, Xo'p, fibrin paydo bo'ladi va fibrin to'g'ri qonni mustahkam ivishiga olib keladi. Ortiqcha tromblar esa dimer orqali yechilib ketadi. Endi tahlilga tayyorgarlik davri qanaqa bo'ladi? Tahlilga tayyorgarlik davri asosan tahlilni och qoringa ovqatlanmasdan topshirish kerak. 8 yoki 12 soat oldin ovqatlanmasdan topshirilishi kerak bo'ladi bu tahlilda. Xo'p, qon suyultiruvchi dorilar qabul qilayotgan bo'lsa, shifokorga murojaat qilinadi va bu masalan o'zi qon suyultiruvchi moddalarni shifokor nazoratida qabul qiladi-yu, qon suyultiruvchi moddalar qabul qilayotgan bo'lsa, shifokorga murojaat qiladi va agar shifokor ruxsat bersa, bo'ladi, topshiraver desalar, unda topshiradi. Xo'p, muhim eslatmalardan biri bitta narsa shu, gemostazogramma natijalarini faqat holatida, ya'ni shifokorda tavsiyalariga qarabgina baholash kerak. Ya'ni natijalarni individual holatda bo'ldi, qonim quyuq ekan yoki suyuq ekan deb anaqa qilish kerak emas. Tushunchalarga ega bo'lish kerak emas. Faqat shifokor nazorati ostida ko'rish kerak bo'ladi. Endi asosiy tahlillarni ko'rsatkichlarini tafsilotlar bilan ko'rib chiqamiz birma-bir. Bular qaysilar? Birinchisi bu PV, protrombin vaqti. Tavsifi qonni tashqi yo'l orqali ivish vaqtini belgilab beradi. Normal holatda 11 dan 15 sekund oralig'ida bo'ladi. Ko'payishi yoki kamayish sabablariga qarab, masalan, ko'payishi gepatitlarda, K vitamini yetishmovchiligida va antikoagulantlarda, kamayishi esa qon quyuqlashi va trombozlarda kamayib ketadi. PV. Muno bizga qachon kerak bo'ladi? Muno asosan varfarin kabi dorilarni nazorat qilish uchun kerak bo'ladi. Uni normasi 0,8 dan 1,2 gacha. Agar muno ko'paysa qon suyuq, muno kamaysa qon quyuq. Shu tarzda baholashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi bu ACTV, ya'ni ichki ivish tizimini baholash xususiyati. Bu nimalardan iborat? Masalan, uning normasi 25-30 sekund oralig'ida bo'ladi. Agar ACTV ko'payadigan bo'lsa, gemofiliya yoki geparin qabul qilayotgan bo'ladi. Agar kamayayotgan bo'lsa, tromboz xavfini oldindan baholash xususiyatiga ega bo'ladi. Endi fibrinogen bu ivishda ishtirok etuvchi oqsil hisoblanadi. Fibrinogendan fibrinoliz jarayoni natijasida fibrin hosil bo'ladi va bu fibrin tromb hosil bo'lishi o'sha qonni ivish uchun ishlatiladi. Uni normasi 2 dan 4 gacha grammdan litr. Ayrim anaqa oladigan bo'lsa, nima detsilitrda beriladi, ayrim normativlarda 200 dan 400 detsigrammdan litr. Buni asosan qachon ko'payadi, qachon kamayadi? Fibrinogenning ko'payishi gemofiliya, geparin qabul qilish, gemofiliya demani yallig'lanish va homiladorlik davrida, kamayishi bo'lsa jigar kasalliklarida va DVS sindromlarida kamayib ketadi. Endi trombin vaqti, trombin time, bu asosan fibrin hosil bo'lish vaqtini belgilab beradi. Xo'p, uni normasi 14-21 sekund. Xo'p, agar trombin time vaqti uzaysa, fibrinogen yetishmovchiligi sodir bo'ladi. Bu asosan geparin qabul qilayotganda bo'ladi. Endi undan keyingi ko'rsatkichimiz bu D-dimer, ya'ni tromblarning parchalanish mahsuloti.
500 normada 500 nanogramna millilitr yoki 505 detsigramna millilitr. Agar D-dimer yuqori bo'ladigan bo'lsa, tromboemboliya va COVID-19 yoki homiladorlik xavfini baholashda ishtirok etadi. Xo'p, antitrombin 3 omili. Antitrombin 3 nima? Bu asosan ivishni cheklovchi tabiiy ingibitor hisoblanadi. Uning normasi 80-120% foizlarda ko'rsatiladi. Xo'p, uni kamayishi trombozga moyillik, ya'ni irsiy yetishmovchilikka olib keladi. Undan keyingisi bu protrombin. Bu qonni ivish qobiliyati, ya'ni foizlarda hisoblanadi. Bu 70-120% bo'ladi. Ko'payishi tromboz, kamayishi jigar kasalliklarida. Lupus antikoagulanti bu autoimmun faol modda hisoblanib, trombozga sabab bo'ladi. Uni anaqasi normal holatda u mavjud emas. Uni aniqlansa, lupus antikoagulanti aniqlansa, DV sindromi yoki antifosfolipid sindrom yuzaga kelishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi xo'p, bundan tashqari gemostazogramma tahlilining turlari, biz o'z navbatida gemostazogrammani o'rganayotganimizda klassik va zamonaviy avtomat va pol avtomat analizatorlardan foydalanamiz. Xo'p, pol avtomat analizatorlar bu klassik usulda bo'ladi va bu asosan biz hozir ishlatayotgan, ko'pchiligimiz ishlatayotgan Humaklot Junior, Raito yoki bo'lmasa mana bu anaqani Sysmixni kalkulogramma apparatlari yoki SL 100 bularga misol bo'la olishi mumkin. Bularning barchasi aynan o'sha pol avtomat yoki bo'lmasa klassik usulda kalkulogrammani ko'rsatkichlarini aniqlashga yordam beruvchi analizator hisoblanadi. Endi zamonaviy analizatorlarga to'xtaladigan bo'lsak, zamonaviy analizatorlar bular endi aynan shu avtomatlashtirilgan laboratoriyalarda foydalanilgan avtomatlashtirilgan usulda tekshiriladigan analizatorlar hisoblanadi. Bu analizatorlar asosan katta laboratoriyalarda bo'lishi mumkin. Bularda nima qilishimiz mumkin? Bular asosan hech qanaqa inson omili aralashmaydi. Reagentlarni joylashtiriladi avtomat analizatorlarga. Hop, undan keyin ko'rsatkichlarni sirazi o'zi avtomatik tarzda tekshirib beradi. Xo'p, endi biz hozir aytib o'tgan klassik va zamonaviy gemostazogramma analizatorlarini yoki bo'lmasa usullarini, tekshirish usullarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, gemostazogramma tahlil turlari klassik va zamonaviy yondashuvlar. Klassik gemostazogramma yoki bo'lmasa an'anaviy kalkulogramma. Bu asosiy va eng ko'p qo'llanilgan tahlillar to'plami bo'lib, asosiy ivish ko'rsatkichlarini qamrab oladi. Klassik kalkulogramma o'z navbatida quyidagilarni o'z ichiga oladi. Bular nimalar? Boyagi tepada sanaganimizdek protrombin время, protrombin indeks, MNO, HTV, fibrinogin, trombin time va D-dimer. Bular o'z navbatida afzallik o'sha klassik usulda tekshirsak bo'ladigan ko'rsatkichlar. Xo'p, bu ko'rsatkichlarda umuman klassik usulda tekshirishning afzalliklari aniq va tez, qon ketishi yoki quyuq qonni ketishi, ya'ni suyuq yoki quyuqlashishi holatlarini asosiy baholash uchun himoya ishlatiladi. Endi kamchiliklari nimada? Klassik usul kamchiliklari: ivish jarayoni faqat laboratoriya sharoitida baholanadi. Trombositlar endoteliy yoki boshqa real hayotdagi omillarga inobatga olinmaydi. Masalan, zamonaviyda masalan tez, juda tez, masalan bitta vaqt o'zida bir necha xildagi analizlarni va bir necha patsientlarda, ya'ni kasallarda birdaniga tekshirish qobiliyatiga ega bo'ladi. Masalan, o'zim ham SL 350 avtomat kalkulogramma analizatorini ishlataman. Unda masalan bitta anaqaga shtativda o'ziga 12 ta dona patsient ketadi. 12 ta dona patsientga masalan fibrinogin, HTV, trombin time qo'yadigan bo'lsak,
masalan, yoki proteini hammasi o'sha umuman kalkulogramma barcha ko'rsatkichlarni D-dimerlardan antitramin 3 omildan tashqari mana shu 4 ta HTV, fibrinogen, PT, trimintime mana shu 4 tasini qo'yganimizda birdaniga shtativ orqali 12 ta shtativ ketadi, 12 ta anaqa ketadi, bemor ketadi va uni mana 4 ta ko'rsatkichga ko'paytirganingiz ham bu asosan 24-48 ta ko'rsatkich bo'ladi va bularni hammasini uzoq 12 minutda ko'rib beradi. Endi biz har bittasini birma-bir tekshiradigan bo'lsak, uni masalan ручной metodda klassik usulda fibrinogenlarni har bittasini yoki pteylarni 3 minut inkubatsiyamiz bor. 3 minutdan hisoblaganimizda ham u 48 ta patsient uchun, kasal uchun tekshirish uchun kim qancha vaqt sarflagan bo'lamiz. Shu tomondan klassik usuldan afzalroq. Klassik usuli sal orqaroqda desak bo'ladi. Endi zamonaviy yoki kengaytirilgan dinamik gemostazogrammaga to'xtaladigan bo'lsak, ular tahlillarni qon ivish jarayonini real vaqtda, dinamik ravishda va keng qamrovda o'rganadi. Ular trombotsitlar, endoteliy, antikoagulyant tizimini ham baholay oladi. Ya'ni o'sha bizni tepada klassik usulda tekshirila oladigan tahlillarni turlarini ko'rgan bo'lsak, endi zamonaviy usulda tekshirila oladigan tahlillarni turlarini ko'rib chiqamiz. Ular qaysi birlari? Ular tromboelastozografiya. Tromboelastozografiya bu qondagi ivish jarayonini real vaqtda o'lchaydi. Ya'ni tromb hosil bo'lishi va yetilishini tahlil qiladi. Xo'p, undan keyingisi bu rotatsion tromboelastometriya. Bu nima qiladi? Tromblarni mexanik barqarorligini baholaydi, ya'ni tromblar qanchalik barqarorligini. Xo'p, undan tashqari trombotsitlarni agregatsiyasini tahlili, ya'ni trombotsitlar qanday yig'ilayotganligini baholaydi. Xo'p, bundan tashqari trombin generation degan oxirgi test bor. Bu nima? Xo'p, bundan keyingi zamonaviy tahlili bu qondagi o'sha trombin hosil bo'lish qobiliyati. Antikoagulantlarni tekshirish ham aynan shu zamonaviy tahlillarda bo'ladi. Bular tabiiy antikoagulant tizimini holatini baholashda ishtirok etadi. Endi afzalliklari nimadan iborat? Haqiqiy fiziologik holatga yaqin baholaydi, xavfli holatlarni erta aniqlaydi, masalan, Dovey sindromlarini, trombozlarni, jarrohlik yoki reanimatsiyada juda muhim ahamiyatga ega. Masalan, ko'pincha men o'zimni ham reanimatsion kasallarda kruglosutchniy HTV tekshiradi, ya'ni qon o'sha tromb hosil bo'lib qolmasligi uchun geparin quyib turishadi menimcha. O'shaning uchun har doim har 3 soatda, har 4 soatda HTV tekshiriladi. Bunaqa holatda juda qulay hisoblanadi avtomat analizator. Kamchiliklari qimmat, murakkab uskunalar talab qiladi, hamma laboratoriyada mavjud emas. Shunisi bilan kamchiliklar bilan turadi. Endi hozir biz tepada zamonaviy va klassik tahlillarni bir-biri bilan taqqoslab chiqdik. Xo'p, qisqacha qilib taqqoslaydigan bo'lsak, ya'ni xulosaga keladigan bo'lsak, xo'p, xususiyatlari, asosiy ko'rsatkichlari klassikda 4 ta HTV, fibrinogen, trimintime va dimer. Zamonaviy usullarda boyaga aytganimizdek boshqa bir necha xil turdagi boshqa ko'rsatkichlar mavjud. Xo'p, tekshirish tizimi ivishning bir qismini ko'rsatadi klassikda, zamonaviyda barcha gemostaz tizimlarini ko'rsata oladi. Endi qiymat jihatdan klassik usul arzon, zamonaviylar juda qimmat. Qo'llanilishi klassik ko'pchilikda va nima deydi, arzonroq, zamonaviy murakkab holatlarda va kamroq qo'llaniladi. Afzalliklari, xo'p, klassik, oddiy va tez, zamonaviy chuqur va to'liq baholashga imkon beradi. Endi umuman olganda gemostazogramma va qon ivish tahlillari nafaqat tahlil natijalari, balki biomateriallarni to'g'ri qabul qilish, tayyorlash va laboratoriya nazorati ham katta ahamiyatga ega. Quyida masalan hozir endi bu narsalarni ketma-ket ko'rib chiqamiz. Xo'p, nimalarga e'tibor berish kerak? Masalan, gemostazogramma uchun biomateriallarni qabul qilish va laboratoriya shifokori nimani e'tiborga olishi kerak?
Birinchi o'rinda biomaterialning turiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni venoz qon odatda o'sha bemorni venasidan olingan qondan tekshirilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi holatda asosan o'sha 3,2% natriy sitratli probirkaga olinadi. Bu antikoagulyant ivishni vaqtincha to'xtatib turadi. Xo'p, undan keyin e'tibor qiladigan narsamiz bu birinchisi masalan biomaterial turiga, ikkinchisi bu qonning miqdoriga, ya'ni 2-4 millilitr yetarlicha o'sha har bitta probirkani o'zini anaqasi bo'ladi, nima mana belgichasi bo'ladi. O'sha belgigacha o'sha metkasigacha qon olish kerak bo'ladi. Nimaga? Ana shu metkasigacha qon olinsa, ana shu olingan qon ichidagi natriy sitrat bilan nisbati teng bo'ladi. Agar bu nisbat yo'qoladigan bo'lsa yoki ko'payib yoki kamayib ketadigan bo'lsa, agar ko'payib ketadigan bo'lsa, unda qon quyuqlashib ketadi, quyuq chiqib ketishi mumkin. Agar kamayib ketadigan bo'lsa, qon suyuq chiqib ketishi mumkin. Qon emas, rezultatimiz, ya'ni natijamiz. O'shaning uchun yetarli darajada olishimiz kerak bo'ladi. Endi qonni o'sha qon va sitrat nisbati 9 ga 1 bo'lishi kerak. Ortiqcha yoki kam qon olish asosan boya aytgandek natijaga katta ta'sir qiladi. Endi bemor uchun tayyorgarlik nimalardan iborat? Bemor uchun tayyorgarlik ovqatlanmaslik, tahlildan oldin 8-12 soat davomida ovqatlanmaslik kerak. Fizik stresslar yoki fizik yuklamalardan xoli holatda bo'lish kerak. Jismoniy zo'riqish yoki stress tahlilga ta'sir qiladi. Dori vositalari, boyagi aytganimizdek, antikoagulyantlar, geparin, o'sha varfarin qabul qilinadigan bo'lsa, oldindan laboratoriyaga ma'lum qilinishi kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, o'sha anaqa yuborgan yoki bo'lmasa tavsiya qilgan vrach bilan maslahatlashish kerak bo'ladi. Hop, tamaki, kofe, choy tahlildan kamida 2 soat avval chekmaslik va kofe ichmaslik kerak bo'ladi. Endi tahlil olish jarayoni qanaqa bo'ladi? Biomaterialni qabul qilishda o'sha toza va travmatik holatga olib kelmaydigan holatda qon olinadi. Tezda probirkaga solinadi va yengil aralashtirib gemolizga yo'l qo'ymaslik kerak bo'ladi. Agar qattiq aralashtirilsa, gemoliz bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi bu ko'plar bo'lmasligi kerak bo'ladi. Ya'ni qonni solayotganda shpris bilan, tezlik bilan, napor bilan solish kerak emas. Xo'p, tashish qon namunalarini tezlik bilan tahlil laboratoriyaga yetkazilishi kerak. Asosan 30 daqiqadan 60 daqiqa ichida. Xo'p, temperatura 20-24 gradus oralig'ida bo'lishi kerak. Sovuq va issiq tahlilni buzilishiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Endi laboratoriya shifokor nazorati degan tushunchamiz bor. Bu qanaqa? Birinchi o'rinda laboratoriya shifokori vazifalari bemorni anamnezi bilan qiziqish, ya'ni avvalgi trombozlar, homiladorlik yoki operatsiya davrida dori vositalari qabul qilgan yoki qabul qilmaganligini, ikkinchi holatlarda to'g'ri tahlillar to'plamini belgilash, masalan, shifokor klassik tahlillar kifoyami yoki unga zamonaviy tahlillardan qo'shish kerak yoki qo'shish kerak emasligini va natijalarni kompleks darajada tahlil qilish. Barcha ko'rsatkichlarni o'zaro bog'liq holda baholash, ehtiyoj bo'lsa qo'shimcha tahlillarni tavsiya qilish, masalan, protein S, antitrombin 3 yoki genetik testlar. Xo'p, endi shifokorga xulosa berish, laboratoriya shifokori, masalan, terapevt, gematolog yoki jarrohlar bilan hamkorlikda qaror qabul qilish kerak. Qanaqa o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, uni o'zining davolovchi vrachiga yetkazish kerak. Hop, endi muhim ko'rsatkichlardan biriga nimalarga olib qaratishimiz kerak bo'ladi? Xo'p, ya'ni qonlarni eng asosiy ko'rsatkichlardan biri gemoliz holatiga olib kelmaslik kerak. Gemoliz nima? Eritrositlarni nima deydi? Normal jihatdan ortiq bo'lgan holatda parchalanib ketishi. Natijalar noto'g'ri chiqishiga olib kelishi mumkin bo'ladi gemoliz. Ikkinchisi bu noto'g'ri qon, ya'ni sitrat bilan nisbati boya 9 ga 1 dedim-ku, aynan shu nisbatini to'g'ri tanlamaslik hisobiga HTV va MNOga ta'sir qilishi mumkin bo'ladi. Aynan shu ko'rsatkichlarga. Hop, dori ta'sirini ham inobatga olish kerak. Agar bu olmaydigan bo'lsak, xulosalari xato chiqishi mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, umuman gemosozogramma nafaqat tahlil natijalari, balki to'g'ri tayyorgarlik, texnik, aniq
va laboratoriya shifokor nazorati talab qiladigan jiddiy jarayon hisoblanadi. Uni ortida murakkab biokimik mexanizmlar bor va shuning uchun natijalarni shu soha mutaxassislari bilan birgalikda tahlil qilishimiz kerak bo'ladi. Endi laboratoriya ko'rsatkichlarni umuman zamonaviy yoki klassik usulda ko'rsatkichlarni sanab o'tdik. Ya'ni o'sha fibrinogen, ACTV, trimethine va protein. Xo'p, endi ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, protrombin indeksi, ya'ni protein bemorni protrombin vaqti natijalarini nazorat qilish uchun asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Xo'p, uni aniqlash texnikasi kerakli jihoz va reaktivdan olinadi. Sitratli qon namunasi olinadi. 3,2% natriy sitrat laboratoriyada o'sha sentrifuga qilinadi va 37 gradusda qizdirib yuboriladi yoki bo'lmasa masalan Homocovid Junior pol-avtomat analizatorlarda uni o'zining termobloki bor va o'sha joyda o'ziga qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi va yoniga raqamlari ham bor. Mana shu raqamlarni belgilab qo'yadigan bo'lsak, o'zimiz uchun kerak bo'lgan miqdorda, ya'ni gradusga ko'tarilishi mumkin bo'ladi. Hop, tromboplastin reaksiyasi, ya'ni tashqi ivish ko'rsatkichlar reaktivi tayyorlangan normal plazma bilan nazorat qilish mumkin bo'ladi. Tayyorgarlik: plazma tayyorlanishi asosan 3,2% natriy sitratli probirkaga venöz qon olinadi va qonni sitrat bilan esa 9,1 bo'ladi. 1,5-2,000 оборотda 15 daqiqa sentrifuga qilinadi va yuqori qatlamdagi plazma ajratib olinadi. Hop, ikkinchi qadamda barcha reagentlar probirkasi 37 gradusgacha qizdiriladi va har bittasiga o'sha o'zini yo'riqnomasiga qarab turib barcha ko'rsatkichlar o'sha o'tkaziladigan probirkaga yoki bo'lmasa shu kuvetasida tekshiriladi. Umuman olganda hozirgi kunda fibrinogen yoki ACTVni bosganimizdan keyin, masalan, pol-avtomat analizatoriga qo'yayotganimizda biz barchasini to'g'rilab oldik va endi uni bosayotganimizda nimalarga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi? Ya'ni biz dastlab fibrinogen qo'yayotganimizda, masalan, fibrinogen yoki boshqa PT yoki boshqa ko'rsatkichlar qo'yayotganimizda dastlab 3 daqiqa o'sha pol-avtomat analizatorning o'zida termobloki bor, termostati bor. Mana shu termostatda olingan biomateriallar qo'yiladi va mana shu qo'yilgandan keyin o'zi 3 daqiqa sanaydi. Masalan, Homocovid Junior'ning oxirgi modellarida siz fibrinogenga kirib turib bosadigan bo'lsangiz, u o'zi avtomatik tarzda sanaydi. Endi zamonaviy va klassiklarni birma-bir hammasini ko'rib chiqdik. Hozir sizlarga aynan sizlarga nimaga e'tibor berishingiz kerakligi haqida